Assalomu alaykum. Kun uzda qishloq xo'jaligi va ob-havo bo'yicha ko'rsatuvi. Erkin aka, assalomu alaykum. Demak, hamma kuzatuvchilarimizni tabriklaymiz. Mana qish o'tdi. Demak, kutganimizdek unaqa qattiq sovuqlar bo'lmadi, to'g'rimi? Va yog'ingarchiliklar ham ancha barakali bo'ldi va mana xaritamizni ko'rib turibmiz. Bu qish oyi bo'yicha yog'ingarchilik xaritasi va buni tushuntirib bersangizda keyin davom etsak. Assalomu alaykum kunuz kuzatuvchilari. Darhaqiqat bizda mana shu qish oylari barokatli o'tdi. Ya'ni yog'ingarchilik kesimida so'nggi yillarda ko'p qurg'oqchilik bo'layotdi qish oylarimiz va biz eslasangiz noyabr oyining 15-sanasida Jahon meteorologik tashkilotiga asoslanib qish prognozida quruq keladi, quruqroq keladi. Quruqchilik bo'ladi dedi. Keyin uni Jahon meteorologik tashkilotining emblemasini ham ko'rsatyapmiz. Endi kuzatuvchilar juda ham ko'p nima qilishyapti? San ayting deb hozir bizni hattoki har xil endi ayblash holatlari ham bo'lyapti. No, yana qaytaraman. Va biz keyingi sonida, ya'ni quruq kelmasligini alomatlaridan kelib chiqib, har bir oy uchun biz hattoki noyabrda ishlab chiqdik, dekabrda yanvar uchun, yanvarda fevral uchun, mana fevralda endi mana mart uchun ishlab chiqyapmiz. Yog'ingarchilik ko'p bo'ladi hududlarimizda deb aytib keldik. 140% chetlashish va mana biz qish oyida yoqqan yog'ingarchilik xaritasini ko'rsatyapmiz. Ya'ni bu nima uchun kerak bu? Kuzatuvchilar uchun so'rashyapti shu xaritani. Ya'ni kimdir dehqonchilik uchun yer namgarchiligi o'zi qanaqa bo'ldi va undan tashqari qorlarimiz qanaqa yog'di tog'da? Me'yordan ko'p yog'dimi, kammi? Ishonsak bo'ladimi endi bu yog'iga, vegetatsiyaga, suv yaxshimi degan savollar berishyapti. Ha, mana ko'rsatyapmiz. O'sha 20 mm dan mana shimoliy hududlarimiz uchun mana 70-50 mm o'zi ham bularda o'zi 30 mm yog'adi qishda, me'yori shunaqa. 2 barobar ko'p. Masalan, Nukusda 2 barobar ko'p. Mana Xorazmda 4 barobar ko'p qishda yog'ingarchilik kuzatildi, Urganch shahrida. Boshqa hududlarimizda ham xuddi shunga yaqin va umuman respublika kesimida 1,5 barobar me'yordan ko'p yog'ingarchilik qish, ya'ni dekabr, yanvar, fevraldagi yog'ingarchiliklar o'zini o'sha 91-2020-yildagi me'yordan 1,5 barobar ko'p, ya'ni 150% natija bilan nimani ko'rsatdi. Hattoki mana Toshkent viloyatini mana shu Angren deymizmi, Pskom yoki Dukant, mana bu Oygayin kabi stansiyalarida mana Hisor tog' tizmalarida 500 mm ga yaqin yog'ingarchilik kuzatilyapti. Bu o'zi geografiya darsliklarida ham yozishadi. Eng ko'p yog'ingarchilik kuzatiladigan joyimiz bu Chimyon hisoblanadi. 1000 mm yil davomida. Mana shu Chimyonni o'zida ham 500 dan ko'p yog'diki, ya'ni yilda yog'ish kerak bo'lgan yog'inni qishni o'zida 60-70% yog'ib qo'ygan hududlar bo'ldi. Masalan, Angren deymizmi yoki boshqa hududlarimizda ham barokatli yog'ingarchiliklar kuzatildi. Mana Jizzax, Samarqandning yarmida yoki mana Qashqadaryo, bularni nimaga ko'rsatyapmiz? Ayni mana shu hududlarda lalmi yer maydonlarimiz bor. Mana shu lalmi yer maydonlarimizda ham qish oylarida 200-220 mm, 250 mm 3 oy davomida yog'di. Ya'ni endi buni bitta nol qo'shib qo'ysak, 2500 tonna, 2000 tonna suv tushdi 1 gektar maydonga. Bu yaxshi, hozir namgarchilik juda ham yaxshi bo'lyapti va lalmi uchun ham hozir mart oyi prognozlari biz keyinroq ko'rsatib aytib o'tamiz va hozirgi holatda ham aytamiz. Mart oyini o'zi endi bu mana shu kartinka mart oyini ham tortib ketdi. Mart oyida yog'ish kerak bo'lgan yomg'irni ham mana qish oyida 3 oyi o'zi tortib ketib qoldi. Endi rejasini chiqarib berdi. Endi noyabr bilan oktyabrda yog'magani hisobiga martda endi baribir biz martga qarab qolamiz. Shunaqa deb tushuntiring. Ya'ni chunki oktyabr bilan noyabrimiz nima? Juda ham quruq keluvdi. Ya'ni kompensatsiya qildi qishdagi yog'ingarchilik. Mart bilan aprel bo'yicha o'sha bo'yicha oxirida aytamiz va yaxshi xabarimiz bor. Mart oyida o'tgan safar mana ko'rsatdik, Jahon meteorologik tashkilotining emblemasigacha ko'rsatdikki, o'sha bizda bahorimiz quruqroq va issiq bo'ladi deb aytdik o'sha. Endi mana biz o'zimizni ilmiy tadqiqotchilar bilan turli xil alomatlardan kelib chiqib, o'zimizni hattoki hissiyotimizdan kelib chiqib, chunki biz hissiyot bilan ishlayapmiz. Bu ham sinoptika uchun kerakli bo'lgan nima deydi, uslubiyat hisoblanadi sinoptiklar uchun uzoq muddatli ob-havo prognozlarini tuzish uchun va mana shunaqangi vaziyat bo'ldi. Keyingisini olasiz. Endi ko'pchilikda hafta o'zi mana sarlavhada ham yana yomg'ir yog'adimi degan sarlavha bilan chiqyapti. Haqiqatan savol bor ko'p va ko'plab hududlarimizda yog'ingarchiliklar bor. Keyingisini olasiz. Ko'plab hududlarimizda yog'ingarchilik mana 2-martdan 8-mart kuniga qadar harorat ekan bu. Ya'ni haroratni biz minimal haroratni ko'rsatyapmiz. Nimaga? Chunki ko'pchilikda savol bor. Sovuq uradimi? Sovuq urdi ko'plab hududlarimizda. Ayni mana shu 28-27 fevral kunlari Buxoro, Navoiy viloyati hududlarida, Nurotada masalan -5 darajagacha yoki Angrenning o'zida ham -4, Samarqand viloyatining ko'plab hududlarida -2 darajalik bu sovuq urish uchun yetarli 3-4 soatda o'zida ham kuzatildi va afsuski dog' daraxtlarimiz, nabobat olamimiz 20%, ayrim hududlarimizda 30-40% gacha zararlanish bilan chiqdi. Lekin boshqa hududlarimizda ayni mana bu Vohada, Surxondaryo, Qashqadaryo yoki Jizzax viloyatining ko'plab hududlar, Toshkent viloyatining katta qismida ham sovuq urish kuzatilmadi, ya'ni kurtaklar
Kurslarga yoki dovchalarga sovuq urish bilan bog'liq vaziyat kuzatilmadi. Bu 2-martdan mana 2-martda kechqurun shimoliy hududlarimizda -6, -7 darajalik, 3-martda ham shunaqa. Sariq hududlarimiz endi +10 darajagacha bo'lyapti. Minimal havo harorati bu. Tongi muddatda kuzatiladigan va mana 6-martda biroz pasayyapti. 7-martda yana ko'tarilyapti. Ya'ni haftaning birinchi yarmida dushanbadan chorshanba kuniga qadar tongi muddatlarda biroz haroratlar bor, sovuqroq, ya'ni 0 darajaga yaqinroq. Ikkinchi, uchinchida bir sovuq bo'ladi degandik. O'shanga yaqin, ammo biz prognoz qilgan kabi emas. Hozir mana 2-3-martda turibmiz. Hozir tashqarida hozir bahoriy havo va tungi muddatlarda endi namgashlik kirib kelish hisobiga tungi muddatlarda harorat namgashlik hisobiga haroratning ko'tarilib borishi, ya'ni kunduzgi yaqinlashuvi bu sovuq urish bilan bog'liq xavotirlarni kamaytiradi. No, tog' etaklari tog'li hududlarda gullamadi, no tog' etaklarida ayrim hududlarda sovuq urishi mumkin. Va Buxoro viloyati, Navoiy viloyati endi o'zi ular birinchi zarbani qabul qilishdi o'sha 27-28 fevralda. Ya'ni mana bu haftada kechalari +1, +6 daraja respublikaning ko'plab hududlarida, kunduz kunlari 10-15, faqat janubiy hududlarimizdagina Surxondaryoda 18-20 darajaga yaqin harorat kuzatilishi mumkin. Keyingisini olasiz. Va janubiy hududlarimiz Surxondaryo viloyatida mana shu haftada ham ya'ni foydali ish koeffitsiyenti ishlaydi. Ya'ni ko'p effektiv harorat. Bu yog'ingarchilik bo'yicha ko'ryapmiz, ko'k ranglarimiz 3-martda, mana 4-mart chorshanba kuni ko'plab hududlarimizda 20 mm, 5-martda ham payshanba kunlari mana Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Jizzax viloyati hududlarida va 6-mart kuni Vodiyda, 7-mart shanba kuni juda ham kam hududlarda va yakshanba kuni deyarli respublika hududlarida yog'ingarchilik bo'lmasligini aytib o'tishimiz mumkin. 3, 4, 5-mart kunlari demak Buxorodan bu yoqda ancha yaxshigina yog'ingarchiliklar bor ekan. O'zi har kuni shu vaqti bilan o'sha Samarqandda. Ayniqsa bu chorshanba payshanba kunlari mana shu qishloq xo'jaligi ekin maydonlari ko'p hududlarimizda chorshanba payshanba kunlar barokatli. Vodiyda ham endi juma kuniga kelib va shanba kuni ham Vodiyda yaxshigina yog'ingarchilik. Shanba yog'sa qachon tanardik? Shanba kuni yo'q ekan Vodiyda, mana ko'ryapsiz. Shanba kuni yo'q. Asosan payshanba juma kunlari yog'ar ekan. Demak, yog'ingarchilik mo'l. Ya'ni martning boshlarini biz yog'ingarchiliklar bilan kutib olyapmiz va keyingisini olasiz va yog'ingarchiliklar umumiy qancha tushadi degan savolga keyinroq javob beramiz. Demak, bu haftalik havo harorati me'yordan chetlashishi ko'ryapmiz. Qishloq xo'jaligi yer maydoni hududlarimizda martning boshlari va o'rtalariga xos Navro'z bayramlariga yaqinroq bo'lgan, ya'ni endi mart o'rtalariga xos bo'lgan 3-6 daraja, lekin mana bu Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Jizzax viloyatining ko'plab hududlarida me'yoriy, Qizilqum cho'llarida sovuq, shimolda ham sovuq, Xorazmda ham sovuq, -1, -3 daraja, ya'ni me'yordan. Ular hozir xuddiki fevral oyining oxirgi haftasiga o'xshash, o'tmishdagiga o'xshash. Ya'ni me'yoriy ham bo'ladi. Sovuq, ha. Endi mana Tojikiston, Qirg'izistonda juda ham mana qizarib issiq ekan. Bu boyagi yoqqan qorlar erib ketib qolmaydi, sel yoki bo'lmasa boshqa ko'chkilar degan narsada bo'ladi. Ayni mana shu hududlarimizda bor, lekin bu hududlarimiz endi tog'li hududlar, juda ham baland. Hozirgi muddatda o'zini me'yoriga nisbatan solishtirilyapti. Ya'ni hozirgi bu holat martning oxirlari, aprellari boshlariga to'g'ri kelyapti. Baland tog'larda endi bu lokatsiyalar hammasi. Boshlaydi shunda yo'qmi? Katta miqdorda emas, ya'ni talofatli toshqinlar emas, no o'sha tog' etaklarida erish, suvga aylanish holatlari bo'ladi. Ya'ni agar bu rasm martning oxirlarida bo'lganida, siz aytgan o'sha toshqinlar, chunki may anaqasini beradi, haroratini beradi. Xuddi shunaqa muhit o'zi martning boshida bo'lgani uchun juda baland tog'larda bu holat 0 dan pastroq haroratlar bo'ladi degani. Shunaqa. Keyingisini olasiz. Va keyingi haftamiz ham sovuq bo'lishini aytib o'tishimiz mumkin. Ya'ni martda o'rtalari ham sovuq, ha. Bu yog'ingarchilik bo'yicha mana aytib o'tganimizdek, haftaning yog'ingarchiligi ayni qishloq xo'jaligi yer maydonlarida juda ham mo'l, tog'larda juda ham ko'p. Ayni mana shu Qamchiq dovonida ko'p qor yog'ar ekan. Endi tayyorlanish ishlari mumkin avtomobil yo'l sektorida, ayni bu strategik obyektimiz. Shu qanaqadir dovon yopilib qoladi. Endi shu 3-4-mart kunlari qor yog'adi demoqsizda? Deyarli har kun yog'adi dovonda. Shu vaqti bilan, masalan, endi o'sha siz aytgan chorshanba, payshanba kunlari ko'proq qor yog'adi. Safarga chiqayotganda ehtiyot bo'lish kerak. Ha, shu qor bu hududlarda qor va mana Zarafshon hududida, ya'ni qor tog'larimizga, Pomir tog'lariga yoki Qirg'izistonning tog'lariga ham qorlar qo'shilishi mumkin ekan mana shu haftada. Ko'p miqdorda. Keyingisini olasiz. Keyingisi, demak, biz mana shu mart oyini prognozlariga qilishda yana o'tgan safar dasturimizda aytdik, Gidrometni biz kutamiz ularning prognozini, lekin ular faqatgina raqamlar berishdi, o'zi
mart oyi sovuq keladimi, quruq keladimi, issiq keladimi, namgarchilik keladimi degan savolga javob berishmadi va biz afsuski javob berilmagandan keyin o'zimiz ishlab chiqishga harakat qildik va ishlab o'z taxminlaringizni aytasizda endi. Ha, albatta 6 ta indikator, bu yerda 4 ta indikator ko'rsatyapmiz. Bu La Niña, ya'ni ENSO deydi, o'sha Tinch okean markazida passiv neytral, mana ko'k ranglar endi ochiq ko'k ranglarga aylanyapti, neytral holatga o'tyapti. Bu 27-fevral holatiga. Endi bu prognoz mana La Niña holati, demak mart oyida neytral holatga o'tar ekan. Bizda endi neytral holat nima degani? Endi quruq, ya'ni aprelimiz yoki martning ikkinchi yarmidan sekin quruqoqchilik, endi yog'inlar kamroq quvvatda kirib kelishini kafolatlashi mumkin va mana ikkinchi alomatimiz Hind okeani dipoli, ya'ni Hind okeani shimolidagi suv harorati. Bunda ham me'yordan yuqori harorat kuzatilyapti. Bu nima degani? Biz uchun endi nam havo oqimlari, bu yerda issiq harorat bor va kuchaytirib berish. Va shuni ham biz ko'ryapmiz martning boshlarida namgarchilik bizda shuning uchun ham mana shuni omilli ta'sirida ham ko'proq bo'lishi mumkin. Endi bu Atlantika okeanidagi Shimoliy Atlantika sirkulyatsiya fazasi. Shimoliy Atlantika sirkulyatsiyasi musbat fazasidan hozir manfiy fazasiga o'tyapti. Musbat fazasida nimada Yevropada ko'p yomg'ir yog'adi. Manfiy fazada ularda kam yog'adi, bizda ko'p yog'adi. O'sha manfiy fazaga o'tyapti va tushunamizki, mart oyining demak 20-chilsigacha qadar bizga nam havo oqimlari ko'proq quvvatda, xuddi atmosfera daryolarga o'xshash ko'proq yog'ingarchiliklarni taqdim etishi mumkin. Endi bu oxirgi dumaloq, bu qutbiy stratosferani o'sha o'tgan dasturimizda ham aytdik, yuqori 30 kilometrlik balandlikdagi havo harorati anomaliyasi isib yotibdi. Bu nimadan darak? Bizga sovuq havo oqimlarining kirib kelishi, janubga surilishi, arktik sovuq havo oqimlari rivojlanishi mumkin ekan. Mana shu manzarani o'zi ham hozir o'sha Shimoliy Amerika hududlari, AQSh, Kanada deymiz yoki Yevropa hududlari, Rossiya hududlariga hozir sovuq arktik havo oqimlarining kuchliroq bo'lishini ta'minlab beradi degan xarita hozir. Bizga ham kelib qoladimi shu sovuq? Kelishi mumkin. Mana shu kelishi mumkin bo'lgan nima 12-14 mart kunlariga hozir taxmin qilinyapti. No, hozirgi holatda ham 60 ga 40% kirib kelish ehtimoli 60%, 40% kirib kelmasligi mumkin. Ya'ni chuqurroq ta'sir etishi haqida gaplashyapmiz. Baribir ta'sir qiladi. Qanaqadir masalan havo harorati biroz pasayadi, lekin kuchli sovuqlik haqida gaplashyapmiz biz. Ya'ni biz hozir qo'rquvlarimiz o'shandan iborat. Va hozirgi holatda 60% holatda kirib kelishi mumkin, 40% holatda ta'sir, ya'ni juda yuqori aniqlikda ayta olmaymiz hozir ham. Ya'ni endi 12 kun uzoqda va shuni hisobiga biz keyingisini olasiz, keyingi xaritani endi mart oyida o'zi qanaqa o'tadi? Harorat rejimi bo'yicha mana ko'ryapmiz. Me'yori bor. O'zi har bir sarhadlarimizni me'yori bor, yaxshi bilishadi. Agar bilishmasa, ob-havo byurolaridan olishi mumkin. O'rtacha sutkalik oylik havo harorati qanaqa? O'zi mart bilan aprel, may har 5 gradusdan ko'tarilib boraveradi o'rtacha oylik. Mart harorati fevral haroratidan 3-4 daraja yuqori. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, mana ko'ryapmiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida, Xorazm viloyati hududi, Navoiy, Qizilqum cho'llari, Buxoro to'liq, hatto Navoiy viloyati to'liq hududlari va Toshkent viloyatining tekislik hududlari, Sirdaryo viloyatining ayrim hududlarida sovuqroq bo'lishi mumkin ekan. Bu nimadan? Sovuq havo oqimlari o'sha janubiy chekkasi ta'siri tufayli me'yordan 1 daraja, hatto yarim daraja past, hatto ayrim mana bu hududlarda, mana Xorazm viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi ko'plab hududlarida 1,5 darajagacha pasayib ketishi mumkin ekan me'yordan. Bu nima degani? Bu sovuqroq mart degani. Mana shu hududlar uchun. Surxondaryo viloyati, Hisortog' etaklari, Qashqadaryo viloyati, Samarqand viloyatining katta hududlari, Baxmal, Zomin tumanlari, Jizzaxning va Vodiy viloyatlarida ham me'yordan biroz balandroq. Ya'ni endi issiq. Mana bu fevral oyimiz juda ham issiq keldi. Anomal issiq fevral desa ham bo'ladi. Me'yordan 4 daraja, 5 daraja ko'tarilib ketdi va boshqa hududlarimizda, mana asosiy Jizzax, Toshkent viloyatining ko'plab hududlari, Samarqand, Qashqadaryo viloyatining Sirdaryo viloyati hududlarida me'yoriy mart oyi o'tmish 1991-2020-yilga mos bo'lgan, hamma o'rgangan deylik, mart oyi kuzatilishi mumkinligini aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Mana vodiyda ham biroz issiqroq ekan. Lekin mana hozir mana Qashqadaryo, Surxondaryoda, ayniqsa Surxondaryoda demak ekishga tayyorgarlik juda ham qattiq ketyapti. Ya'ni boyiga kirib kelishi mumkin bo'lgan sovuqlik Surxondaryoga ta'sir qanchalik bo'lishi mumkin? Ya'ni bugun agar ba'zi birlar shoshib ekib qolishi ham mumkin. O'tgan yil ham misol uchun 4-5-martda vodiyda ekkanlar bo'lgan va ozgina tushib qolishgan. Surxondaryoliklarga nima tavsiya berishimiz mumkin? Surxondaryoliklar uchun hozir yuqorida aytib o'tgan o'rtacha havo haroratida ham 11 darajadan yuqori kuzatilyapti mana shu hafta. Bu nima degani? Ular uchun ishlayapti, foydali. Ya'ni daraxtlar уже nima deydi? Hozir boshqa hududlar uchun hozir tinim.
Ya'ni mana mart, fevralda juda ham isib ketdi, ishlab ketdi, kurtaklarda bodom daraxtlar dovchagan, lekin hozir boshqa hududlarimizda tungi sovuqlar ishlamasligiga dov daraxtlar hozir dam olyapti. Sovuq ham urmayapti, no baribir zarar bo'ladi biroz, chunki birdani to'xtab qoldi. Aylanib qoldi tanasida va mana bu hududlarda Surxondaryo viloyati hududlar mana shu haftada ham issiq. Nafaqat ularda issiq, yeri o'zi ham tayyor hozir biz ko'ryapmiz. 12-14-da keladigan sovuqlar. Juda sovuq emas. Surxondaryo sekin-asta o'sha o'zini qishloq xo'jalik xodimlar tashkilotlari yoki mana ularda ham ob-havo byurosi bor, Surxondaryo gidromet. Ular bilan maslahatlashib sekin-asta ekish ishlariga qadam boshlash kerak, lekin boshqa hududlar hozir 12-14 martda men mutaxassis sifatida aytaman, kutib turishimiz kerak. Ayni ekish masalasi haqida gapiryapmiz, chunki yer juda ham o'zi ko'plab hududlarimizda tayyor emas. Ayni mana bu Surxondaryo viloyati hududlarida yer hozir tuproq 10 sm chuqurlikdagi haroratni ham ko'ryapmiz, 11, 12, 13 daraja ko'rsatyaptimi? Bu degan demak ekishga tayyor degani. Va ular endi yana maslahatlashib, o'zlarini o'sha mas'ul tuzilmalar bilan maslahatlashib, sekin ishlari boshlayverishi mumkin bo'ladi. Keyingisini olasiz. Keyingisi endi yog'ingarchilik bo'yicha biz mana shu yog'ingarchilik xaritamiz juda ham yaxshi chiqyapti. Hatto fevral oyida haroratimiz haqiqatan uni tan olamiz, to'g'ri chiqmadi, chunki 3-o'nkunligimiz sovuq keladi dedik. 3-o'nkunligimiz ham isib berdi. Endi oxirida sovuq isib kelish hisobiga prognozimiz harorat bo'yicha to'g'ri keldi, lekin mana bu yog'ingarchilik bo'yicha dekabrda ham, yanvarda ham, endi fevralda ham bir oy oldin berilgan prognozlarimiz juda ham yaxshi bog'liqlik bilan 90-95% bilan chiqyapti va mana shu alomatlar bilan biz yana mana shu prognozni ishlab chiqyapmiz. Mana ko'ryapmiz, Buxoro viloyatining katta hududlarida qishloq xo'jaligi, Surxondaryo janubiy hududlarida me'yordan kamroq, quruqroq bo'lishi mumkin ekan. Endi 10% kam deyishimiz kerak. 15% kamroq. Bu nima degani? Endi yog'inlar quvvati kamroq nimada tashlaydi. Endi shamollik hisobiga, boshqa hisobiga, Qizilqum cho'llarida, shimoliy hududlarda juda ham ko'p anomaliya, yog'ingarchilik anomaliyasi 140% chetlashish bor. Samarqand viloyatining juda ham katta viloyat tumanlarida, endi g'arbiy tumanlar, Nurobod, boshqa tumanlardan tashqari juda ham ko'p 140% chetlashish ko'p degani bu. Ya'ni aprel yarmidagi yomg'ir ham bularga qo'shilib ketyapti mart oyida o'zida. Hisor tog' etaklarida, Qashqadaryo viloyati, Surxondaryo viloyatining shimoliy tumanlarida, Baxmal, Zomin tumanlarida ham yoki Toshkent viloyati, Namangan viloyati, Andijon viloyatining sharqiy Xonobod, mana bu Qo'rg'ontepa kabi tumanlarda ham vodiyni umuman olganda u ancha yaxshi ekan. Me'yordan ko'p, vodiyda umuman respublikaning ko'plab hududlarida me'yordan ko'p barokatli mart oyi kutilyapti. Demak, aytishimiz mumkin, qish oyidagi vaziyatdan va mart oyidagi mana bu kutilmalardan kelib chiqib, suv bilan bog'liq vaziyat ancha yaxshi. Bu yil yaxshi bo'ladi. Albatta. Suv omborlarini sekin to'ldirish rejimiga o'tishimiz kerak. Endi baribir kutilmalarimiz mart oylarining oxirlaridan, aprel oylaridan va may oylaridan jaziramalar aytilyapti Jahon meteorologik markazlari. Oxirgi yillarda o'zi mana shu oylarimiz, may oylarimiz ayniqsa yoki iyun oylarimiz o'sha juda ko'p suvni talab qiladigan termik depressiya deydi, ko'p aytib kelyapmiz. Shunaqa ekstremal va anomal issiqlik to'lqinliklari bo'layotganini hisobga olsak, biz albatta hozir mana shunaqangi holat bilan ancha qishloq xo'jaligimizda umidlar yaxshi bu yil. Albatta, rahmat Erkin aka. Albatta, yaxshi niyat yarim ol deyishadi. O'sha qishga kirayotganda, kuzimiz quroqchil bo'lganda albatta xalqimiz birlashib yaxshi niyatlar qilindi va mana nimalari balki shuni ham ta'siri yaxshidir. Va kuzatuvchilarimizga tashakkur aytamiz. Erkin sizga albatta katta rahmat va izohlarda fikrlaringiz va tanqidlaringizni yozib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar.